Assalomu alaykum. Bugungi chislovimiz 24-iyun kuni yozdi pallasi. Xudo xolasa katyollarimiz Namanganga chiqib ketyapti. Sertifikatli bir yo'li maktabga universal katyolimiz ko'mirga, hokada, gazda ishlayveradi. Universal shunaqa holatda 100 kilovatli katyolimizdan qilib berganmiz. Har xil turidan. Xudo xolasa barcha turdagi katyollarimiz bor. Teplitsalar uchun, maktablar, xonadonlar, barcha turdagi katyollarimizdan bor. Kvadratiga qarab, talabiga qarab, xohlasa gaz, xohlasa ko'mirda ishlaydigan qilib, chiroyli qilib yasab beramiz. Mana bu turdagilari bor. Manzilimiz Marg'ilon. Akvapark oldida, yo'lda betida. Akvapark bu tomonda. Mana barcha turdagi katyollarimizdan bor. Kimga katyollar zarur bo'lsa, tayyorlaridan narichida bor. Chiroyli qilib, dastlabki o'zimizdan qilib, kerak bo'lsa o'rnatish shartlari bilan chiroyli qilib beramiz. Barcha materiallari yangida, rossiyskiy ishlarda tayyorlab beramiz. Hammasi yangida, chiroyli qilib beramiz. Barcha turdagi katyollardan bor. To'g'risi Namangga chiqarib olyapti shu 100 kilovatli katyollarimizni 25 ta 30 ta batareyali joylarga.